Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Xudo xolasa bugun demak 18-aprel, juma ayom barchamizga muborak bo'lsin. Bugun ro'ppa rosa demak 85-86 baxtli raqamlarni demak YouTube egalarini birgalikda aniqlab olamiz. O'yin tartibini har doim yana bir bor eslatib o'tamiz. 200 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijozning telefon raqamini bir haftada bir marta mana shu qutichaga joylab boramiz. Va har juma kunlari ikkita baxtli raqamga ikkita maishiy texnikani, ya'ni o'sha birinchi o'ringa demak chopper, ikkinchi o'ringa bitta hushtak choynakni taqdim qilamiz xudo xolasa. Bundan tashqari tez kunlarda demak Qurbon hayitida 5-chi demak baxtli raqamga 5-chi smart televizorni, 32lik smart televizorni taqdim qilamiz. O'yin tartibi oddiy. O'sha 500 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijozning telefon raqamini alohida qutiga joylab boryapmiz. Xudo xolasa demak Qurbon hayiti kuni bitta baxtli raqamga bitta smart televizorni taqdim qilamiz. Hurmatli jamoadagilar, demak hammaga omad. Bugungi o'yinimizni boshlaymiz. Demak ikkita baxtli raqamni tanlaymiz. Demak 85-86-chi baxtli raqamlarni aniqlaymiz. Hammaga omad. Bitta baxtli raqamni oldik. Qolsa demak 85-chi yutuq egasini aniqlaymiz. Hurmatli jamoadagilar, 99lik 209 42 12 99lik 209 42 12 demak Munojot opa. Hurmatli jamoadagilar, Munojot opani bugungi yutuq bilan tabriklab qolamiz. Demak ikkinchi demak 86-chi yutuq egasini ham aniqlaymiz. Bitta baxtli raqam. Demek 86-chi baxtli raqam 90li 562 47 68 Shermuhammad 90li 562 47 68 raqam. Hurmatli jamoadagilar, demak Shermuhammad do'stimizni ham demak bunga YouTube bilan tabriklab qolamiz. Xudo xolasa demak hurmatli jamoadagilar, bundan tashqari bizda mana shunday idishlarimiz keldi. 60 talik nabor. Eski narxi 1.150 ming, 1.200 ming ham sotilgan. Bugungi narxi 1 million so'm. Mana bu naborimiz esa bundan tashqari. Eslatib o'tamiz, mana ranglarini ko'rib qoling. Bu narxi 1 million 100 ming atrofida sotilgan. Bugungi kunda 950 ming so'm qilib beryapmiz. Xudo xolasa chegirmali narxlarda. Hurmatli jamoadagilar, keyingi juma mana shu joyda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.